metrlik ko'rpachani hamda 4 ta dona dasturxon chetiga ko'rpacha, yakandoz ko'rpachalarimizni hammasini klientga topshiray deyapmiz. Ko'rib turganingizdek, bu ko'rinishini, materialni rangini klientimizni o'zi tanladi. 3 metrlik ko'rpachani ichiga bizlar 5,5 kilodan paxta soldik. Chetiga mana shunaqa garmoshka mag'izdan tikildi. Astari xuddi ko'rpachani materialiga moslashtirib, rangidan tanlandi. Hozir bu yerda 2 metrlik ko'rpacha qovilyapti. Bu qoplama ko'rpacha 2 metrlik. Ichida necha kilo paxta edi? 4 kilo. Ichida 4 kilo paxta, 2 metrlik ko'rpacha. Bu ko'rpachani ichidagi material ham satin, ustidagi material qoplamasi ham satin bo'ladi. Mayda gatovoy ko'rpachalarimizni tayyor tikib qo'yilgan, qovib qo'yilgan ko'rpachalarimizni ko'rishingiz mumkin. Mana. Bizlar atay shundoq teskari tomonidan taxlab qo'yamiz, chunki paxta bo'lganlikdan gabli materialning ustiga chang yuqmasligi uchun. Gatovoy paytini klientga topshirganimizdan keyin xudo xolasa videolarini joylashtiramiz.